Tak, assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan men Xordamdek O'zbekistonda ko'rchi bugun bo'lib, do'stlaring telefonlarga qaraganda, bu umuman do'stlaringni miyasiga piruza kirishga bera oladigan funksiyani o'rgatib qo'yaman. Qani bo'lmasam, ketdi. Birinchi bo'lib tepaga tushirib olasiz va bitta bu tomonga o'tasiz va shunday qaraganingizda bu yerda mana bunaqa hozir chizib ko'rsataman sizlarga. Biling. Hozir qanaqa rang qilsam bo'larkan? Qora qilaylik. Короче, mana shu joyni yoqsanglar, mana yoqilyapti-ku, ko'ryapsizlarmi? Ko'rsam bu rangli bo'ladi. O'sha rangli joyni qarab ot. Ko'ryapsizlarmi? Lekin o'sha ustiga bosib turib, men bu yerdan xohlagan narsalarimni qo'yib olsangiz bo'ladi. Masalan, men hozir buni tanladim. Masalan, hozir men sariqni tanlayman va men bu yerda 60 dan 20 100 dan 10 gacha bo'lgan yarkisda ana qilsanglar, masalan men hozir sinini yoqsam, вот. Men sinini yoqdim. Qaranglar, bu pasaytiradi, чтобы ana qilish uchun sizlarning yarkislaringni ko'proq kamaytirish uchun orqaga qilsanglar ko'payadi, bu yoqqa qilsanglar kamayadi. Qani bo'lmasam shu narsani sinab ko'ringlar va o'zingizlar baho beringlar. Qani bo'lmasam go jigarlar, подписка bo'lib qo'yinglar.